Assalomu alaykum chorvadorga qiziquvchilar. Mana men bugundan o'zimning yangi kanalimni ochdim. Meni uyimda mana 5 dona qo'chqordan boshladim. O'tgan hafta yangi yildan oldin olib kelgan edim. Tak 5 donasi har birovini 3 million 600 dan. Shu bo'ylik qo'zilar. Bahorga tug'ilgan hammasi. Mana ko'rib turganingizdek. Nasib bo'lsa mana endi videolarni chiqarib boshlaymiz. Qo'ylarni mana birinchi o'chiratda har doim tagini tozalayman. Har haftada bir. Mana oxirlari betondan qilingan. Shu отдельно alohida 5 ta olib kelib qo'chqorlarni syomka qilib sizlarga ko'rsatayman. Obzorlarni qanday nimalar berilyapti, qanaqa ratsionda boqilyapti, hammasini ko'rsatib boraman. Videolarimiz sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa bitta-bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Hali ko'p videolarimiz chiqaveradi. Nasib bo'lsa bozorga chiqaman. Zang bozori, o'zimizni Termiz Surxondaryo shahar sohildagi bozorga chiqamiz. Videolarni olib boraveraman. Nasib bo'lsa endi mana shu boshlanishi shunday bo'ladi. Shu qo'ylarni ukollarni qilib o'zim ko'rsatib boraveraman. Qanaqa yemishlar berilyapti, nima berilyapti, necha mahal, hammasini ko'rsatib boraveraman. Kontentimiz yoqqan bo'lsa bitta-bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.